sizlarga zo'r narsa ko'rsataymi? Aliyot. Mana mo'jiza. Kril yog'i Antarktika okeanidagi mayda qizil rangli baliqlar bo'lib, juda ko'p to'da bo'lib yashashadi. Ular okean tubidagi fitoplanktonlar bilan oziqlanishadi va o'zlari ham boshqa dengiz jonivorlariga o'z navbatida oqsilga boy bo'lgan ozuqa hisoblanishadi. Mayda sardina baliqlari ham ular bilan oziqlanadi. Eng katta bo'lgan ko'k kitlar birdaniga bir necha tonna kril baliqlari bilan mazza qilib tanovul qilishadi. Insonlar ham kril balig'ini sevib iste'mol qilishadi. Kril ko'p mamlakatlarda qimmatbaho delikates hisoblanadi. Chunki bu baliq o'zida oqsil va vitaminlardan tashqari eng kuchli antioksidant astaksantin saqlaydi. Bu antioksidant inson organizmi uchun juda muhim va davo bo'ladigan moddadir. U inson organizmi qarishini sekinlashtirib, hujayralar yemirilishini to'xtatadi, immunitetni oshiradi, quvvat beradi. Tarkibida omega 3 mavjud bo'lib, gormonal tizimni tiklaydi va ko'rishni o'tkirlashtiradi. Xotirani juda ham kuchaytiradi, charchoqni yo'qotadi, qonni tabiiy suyultirib, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini oldini oladi. Greenleaf korporatsiyasining Nilrich Germaniya brendi bizga ushbu baliq moyini tabiiy holda to'g'ri okeandan qo'limizga arzon narxda yetkazib bermoqda va sog'ligimizga yanada sog'lik qo'shmoqda. Albatta ulgib oling.